Jamoa kattalashgan sari ko'p biznesmenlar jamoadagi ishchilarni boshqara olmay qoladi va urushish, baqir-chaqir qilib, qo'pol gapirish bilan tartibga solaman deb o'ylab, jamoa yetakchisi sifatida o'zini obro'sini yo'qotib qo'yadi. Aynan shunday vaziyatga yaponlarni akula metodi bor. Albatta bu hikoyani eshitib, shunga ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Undan oldin siz podpiskani va like tugmalarini bosib qo'ying. Yaponlar Ikkinchi jahon urushidan so'ng atrofida asosiy oziqlanish manbasi sifatida dengizdan baliq ovlab kelib, uni sotish bilan shug'ullanishni boshlagan. Yapon dengizlarini atrofida baliqlar shu qadar kamayib ketadiki, ular uzoqroqqa suzib 2-3 kunlab dengiz ichkarisiga kirib baliqlarni ushlab, qaytarib sotuvga chiqarishni boshlaydi. Yapon xaridorlari e'tiroz bildirishni boshlaydi. Oldingidek baliqlar sifatli, sveji emasligidan. Chunki 3 kunlab baliq ushlangan holatda kelgandan keyin uning ta'mi, sifati buziladi. Yapon dengizchilar nima qilishni bilmay, bunga yechim sifatida muzlardan foydalanishni boshlaydi. Ushlangan baliqlarni sveji olib kelish uchun muzga solib 2-3 kun saqlab iste'molchiga yetkazib berishni boshlagandan so'ng iste'molchilar yana e'tiroz bildirishni boshlaydi. Chunki muzlagan baliqda go'shtida sifat o'zgargan bo'ladi. Bu e'tirozlardan yechim sifatida ular kengash qurishadi. Kengashda muhokama qilib, nima qilsak bo'ladi baliqlarni sveji olib kelish uchun. Biz birlashib kattaroq kema qurib, o'rtasiga suv havuz qilib to'ldirib, o'sha havuzda baliqlarni, ushlangan baliqlarni solib, tiriklayin olib kelib bozorga chiqarishimiz kerak degan fikr ma'qullanadi. Va katta-katta kemalarni qurib, o'rtasiga havuz qilib, 10 kunlab havuz dengizda, havuzli kemalarda baliqlarni ushlab, olib kelib sotishni boshlaydi. Ma'lum bir muddatdan keyin yana injiq xaridorlarning e'tirozlariga duch kelishadi. Ular bu safar aytadiki, baliqlarning go'shti shilimshiqroq holatda deydi. Chunki baliqlar ushlanib havuzga solingandan keyin harakatsiz bir joyda turib, har xil ovqatlarning hidlanishi tufayli baliqlarning sifatida, go'shtida sezilarli darajada o'zgarish bo'lgan bo'ladi. Ular shuncha pul sarflab qo'ydi. Endi nima qilish, yechim izlash uchun bosh qotirishadi. Hech kimda tayinli bir javob topilmaganda bitta chetda o'tirgan donishmand boladan shunday fikr chiqadi. Buning yechimi akula deydi. Hamma hayratda unga qarashadi. Qanday deydi? Havuzning ichiga akula solishimiz kerak. Akula 10-15 ta baliqni yeydi, lekin qolgan hamma baliqlarni harakatga keltiradi. Shunda baliqlar xuddi dengizdagidek bo'ladi deb aytadi. Bu narsani sinab ko'rishadi. Haqiqatan ham akula butun baliqlarni harakatga keltirib turadi. Shunda baliqchilar doim mijozlariga yechimli bir variantda baliqlarni sifatli variantda yetkazib berishadi. Bu ham ishxonada juda ko'pchilik rahbarlarga akula sifatidagi rahbar bitta kerak. Ya'ni siz asosiy bir ruhlantiruvchi, yetaklovchi, motivatsiya beruvchi lider sifatida ko'rinsangiz, ishxonada akula sifatidagi bir rahbar qo'yishingiz kerak. Uni ko'rganda doim ishchilar harakatga kelib, qo'rqib, ish protsessini joyiga qo'yish kerak. Aks holda ishchilar lanjlashib, ish protsessi orqaga ketib qoladi. Sog'-omon bo'ling. Videomiz yoqqan bo'lsa, har doimgi 3-4 ta tugmalar bor, ularni bosib qo'yasiz.